Bu uzuklar amerikanskiy такой. Mashinamizni sizlarga to'liq obzorni bitta chiqaraman, akalar. Azamat urilib-surilib yuribsan ekan, hech narsa qilmaydi. Ish ko'p-da, mashina ko'p. Uzma shu joyini ham qo'yib yuborur. Ketdi ichkariga. Kecha kun issiq edi, bugun bir kun ichida salqin tushib qoldi boru. Buni tagida Lexus turibdi. Qaysi model, qaysi kuzovligini bir yozib ketinglar kommentariyaga. Topsanglar mayli. Bitgandan keyin bitta tako'ysalar kichkina modelga hadya qilaman. Xo'p. Navbatdagi mashinamiz Elantra. Buni taxminan 1 yil oldin olib qolingan edi. Ya'ni o'z-o'ziga olingan shoddiy o'rtoqlarimizning mashinasi. Oldidan urilgan. Bunga Zibori Dubaydan barcha kerak narsalarni olib kelib, yig'ish jarayonida ketyapti. Mashinamiz ham bu yoq but-butun 4000-5000 kilometr yurgan yangi mashina pashti. Bu yoqda Mercedes-Benz GLB midi bu? Nima edi bu? GLA. Ha, GLA bamperdan bilindi-da. E'tiborli markazda, ya'ni bamperni ko'rib turgan mashina GLA kuzovdagi. Xo'p, bu mashinamiz oldidan udar bo'lgan. Xullas hamma ehtiyot qismlari bor. Bu ani mashinami? Bu ketadi. Da tushunarli. Buni 100% sug'urtasi bor ekan. Bu mashinamizni ham jo'natamiz. Hozirga qizo'ra bitta mashina ko'rsataman. Undan oldin bu o'tgan jarayonni mashinalarni ko'rsatib beramiz. Abduhalim nima bo'pti bu? Bo'ldi, tushunarli. Kosmetika bo'ldi, gap yo'q. Endi o'zidan temay kiramiz. Bu yoqda bo'lsa, hammerimiz tayyor bo'lib qoldi, o'rtoqlar. Mashina narsasini o'zinichi qancha kutib bilasizlar, mashina narsalar. Bu o'zi takoy qalinroq bo'ladi-da. Kapronga o'xshagan bo'lardi, ha? Bunaqa yengichanikidan qo'yib, rezinami qildik. Xullas, mashinamizni ko'rasiz. Shunday kamerani tushing, hurmatli operator, ko'rsating. Hadovoy chastlarigacha sepib, mana supurtaga navbat kelgan ko'taramiz, yechib, idealni qilib sepiladi bular bu yoqqa olinib. 4x4 G-class bor edi, xuddi o'sha supurtadan ekan. Ikkita 8 ta bo'ldi ekan. To'g'rirog'i gaykali. Esingizda bo'lsa, video qo'ygan edik, 3 xil rangda bo'lyapti mashinamizda. Qora satinviy rang, glansviy, ya'ni Black Edition mashinani keyin nardigri rangi. Bu nardigridan ham sal boshqacharoq rang. G-class nardigresiga ham o'xshamaydi, xullas. Buni biz ayni bitta mashinani VIN kodi bilan chiqartirganmiz. Mashina bitgandan keyin masalaga qaysi mashinada VIN kodi bilan nima kraska sepilganini ko'rsatib beraman. Orqa hadovoy qismlari to'liq holatda sepiladi. Motorning otsek qora matviga sepilgani uchun oldi tarafini ham bir to'la sepib ketganmiz. Orqasini shunday kelib bitta ko'rsating, ukajonim. Mana qarang, okalar, hammasini mana nikkeliydi o'zi bular, hammasi mamlagacha nikkeliydi. Aka dedim, o'zim cho'tki qilib fokusda qilib berildi dedi, bo'ldi ekan, bilib qilib berdi. Shunday kaltni topshirdilar. Mashinani ko'ryapsizlar, Abduhamid bilan kelishib, qatiga nima sepishi, nima rangda bo'lishlarini hammasini birgalikda maslahat qildik. Mana nihoyat mashinamiz bo'lib qoldi. Inshaalloh tez kunda salonga ketadi. Qizuv joyi dedim-ku, qizuv joyini ko'rsatamiz. Men bu yoqqa aylamasam, bu yoqqa aylasangiz, qaranglar, mana bolalar hozir jarayonda. Esingizda bo'lsa, BMW olib qo'ygan edik X6 do restyling. Bu mashinamizdan ham to'liq holatda restyling qilib beramiz. Oldi ko'rinishda alishadigan narsa, kapot taqib ketyapsizlar. Boshlandimi? Boshlandi. Bo'ldi, bo'lmasam boshladi. Kapoti, oldi ikkita kirlosi, fara, облицовка, bamper, ziboriy mo'rda qismi alishadi. Mana shu mashina videosini qo'ygandan keyin OLXning X6 lar qolmadi. Shu X6, eski X6 ni sotolmayotganlar bizga hech narsalar kerak emas, duo qilib qo'yarsizlar. Sizlar qutulganingizga olgan odam olganiga xursand bo'lgani uchun. Bu shunaqa mashina-da, ochiq gap. Keyin maslahat ham olganingizdan keyin mana sepilayotgan narsalarga e'tibor beramiz. Oldidan ziboriy mo'rdasi, bu yoqdan ziboriy orqa taraf sepiladi. Nimagaki bagajlari hamma kilolarigacha alishadi. Mana shunda akkuratni kesamiz, mana shunaqasiga. Mashina kesiladi, mashaqa qo'yiladi. Nimagaki luchogurni o'rni ham yangi kriloda bor. To'g'ri tomona esimda-da. Xullas shunaqa gaplar, hammasi idealni akkuratni bo'ladi. Bitta maslahat degan boyiga joyimga imkoniyatingiz bo'lsa 3-4 so'm tanga qo'shib yuborsanglar, tomoni 4 eshigini bo'yab beramiz. Nimagaki qarang, orqa 2 krilo alishyapti, orqa bagaj alishyapti, orqa bamper alishyapti. Orqadagi spoilergacha alishyapti. Oldidan 2 krilo kapot bamper. Xullas zibori oldi bilan zibori orqasi alishyapti. 4 eshik bilan tom qilyapti. Tom hech narsa emas, necha plonka bilan ham hal qilib yuborsa bo'ladi. 4 eshikni sepsa masala hal. Siz xohlayotgan rangga dodda qilib sepib bera olamiz. Qilinayotgan ishga ozgina summa qo'shiladi. Baribir bu yoq sepilyapti. Perexod qilib o'zini 10 yil eski, ya'ni 14 yil eski 2010 bo'lsa ham 14-15 yil eski rangiga buni tushirishi iloji bo'lgan taqdirda ham 10 ga 90 qilib. Buni shunda ham ponni sepib borsa manfaatliroq bo'ladi. Ham mashinangiz chiroyli bo'ladi. Aytib o'tgandek, kuzov qismini tayinlab sepgandan keyin oyog'iga bitta diska balon taqasiz, restyling bo'ladi. Usti ko'rinishidan head-up displaysini olsangiz ham zo'r bo'lar ekan. Bundan head-up chiqqan ekan-da. Gapinglar kamista yo'q edi. Full ekanda. Qo'y. Men endi ko'rishim bu X6 da head-upini.
Salon qismini ko'pchilik so'radi mendan, "Oka, salon qismiga nima qilib berasizlar? Nima qilasiz?" deb mashkalasiz olib turing. Salon qismiga nima qilib beramiz? Xo'p, qaranglar. Salon qismini o'zini sidinasini shu ko'rinishda yechib, gubkalariga ozgina uxut berib, yumshoqroq qilib turib, bu qotib ketgan bo'ladi va bir eski bir 100-150 ming 200 ming yurgan mashina bo'lgandan keyin. Sidinlarga bitta gubkalarga uxut beriladi, yumshoqroq gubkalar qo'yiladi. Ko'jalari boshqatdan tikiladi. Mashinaning salon qismi to'liq holatda chiska bo'ladi. Ana undan keyin sidinani tikib, barlarni oldini tikib, ko'pchilik mendan so'radi, tablosini nima qilamiz? Displey bu yoqdagi monitorini nima qilamiz deb. Yengichaga o'xshatib chiqarilgan Xitoyniki bor. Instagramga qo'ygan postimizda ozgina tushunmovchilik bo'lgan ekan. Yengichani o'zini salonni tiqib beradi deb o'ylashgan ekan. U tushmaydi. Tushsa ham ishlatish qiyin, deyarli ishlamaydi ham bo'ladi. Juda murakkab masala. Uning uchun har bitta narsaga bittadan blok qo'yib chiqish kerak. Aldab olish uchun, tabloda muammo chiqmasligi uchun. Xullas, tabloni Xitoy varianti bor, shundan qo'yiladi. Displey ham qo'yiladi, rulli qo'yiladi, ana undan keyin bir ko'rinishda joystik atroflari ham qo'yiladi. Salon qismidan yengichani ko'rinishiga keladi. Xullas, kuzatib boringlar, Tuning for Cars kuzatma joyimizda bu ishlarni qo'yib boramiz. Tez kunda mana shu X6 videosini ham qo'yamiz. E'tibor uchun rahmat, salomat bo'ling.